Hurmatli o'g'il o'stirayotgan onalar, o'g'limizga shunaqa tarbiya beraylik. Ertaga uylanasan, xotining bir umr xizmatimni qiladi. 7 qavat ko'rpachani ustida yilpig'icha yilpib o'tiraman demasdan, sen birovi omonatini olasan. Omonatga xiyonat eng yomon narsa. Haromga ko'z tiksang, halolingga putur yetadi. Kelinni ko'zidan bir tomchi oqqan yoshi seni gunohing bo'lib qolmasdan meni ham bo'ynimda gunoh bo'ladi. Nima uchun? Senga bergan tarbiyam uchun. Agar men senga bergan tarbiyam halol bo'ladigan bo'lsa, oilangga, xotiningga xiyonat qilma deb o'qitaylik. Balki o'shanda nechta xiyonati deb uvol bo'layotgan kelinlarimizni gunohsiz ko'z yoshiga qolmasmizlar. Zora o'g'il tarbiyasi bizni bo'ynimizda.